nechta deysiz aka? Bilmasam. Siz aytdingiz, siz shuncha oylik ko'ryapsiz. Ya menki ko'ryapman. Endi oddiy bilmayman, bozor bilmaysiz, chiqmasangiz. Men hozir prosta endi bir yudirib ko'rib olay deganim, o'sha kraskani точно bilib olay degan maqsadimizda. Kraskasini точно bilib olay deb ko'rib oldim. Ketganchalar bor, yo'qolgan. Bu tomoniga parokachalar nima turuvdi? Bu tomonni ko'rishsin. Yurgani? Bir turdan saqlab bilmayman aka kimga. Mayda chuydasi 75 million berib qolaman. 85 million oling. Ya 85 olmaydi. 75 million mayda chuydasiz avtomatli uchun berib qolaman. 85 million aka. Yurmaganda taksi ham qildim. Bilaman, taksi qilmaysizlar, bilaman, savdogarsiz. Lekin men mashinaga farqi yo'q-da, savdogarnikimi, taksinikimi, narxlar tushgandan keyin bank xodiminiki bo'ladimi, uni farqi yo'q. Misol men o'zim minirgan mashinam ham, mana xuddi sizda ertalab kelaman, shaqqa kecha ketaman. U mashinaga uni nima qizig'i bor? Sizlar aka. Lazzaga. Savdogar odam pishiq bo'ladi-da, unda pishiq savdo qilmaysiz. Sizni ko'nglingiz 80 ga tortmaydi, tortsa qani edi. Oxir aka 82. Sizni ko'nglingiz 80 tortmaydi-da. Bitta guring mayli, bo'ladigan guring qilaman. 78 million beraman. To'g'risi-da. 78 ga 82 olmaydi. 78 naqd beraman, 79 sotaman seni. Mana 1 million qo'yib sotaman. Zapaskasiga ana diska qo'yib qo'yibsiz, kameram yo'q-da. Mayli, balon muammo qo'yib olamiz bitta buni. 82 olmaydi. Olsa jonim bilan olaman. Bitta o'sha orqa